Hurmatli Prezidentimiz huzurlarida tibbiyotdagi olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarni oraliq hisoboti taqdim etildi. Hozirgi kunda hurmatli Prezidentimizda sog'liqni saqlash tizimi xodimlaridan birinchi talablari aholiga yuqori sifatli tibbiy yordam ko'rsatish va birinchi navbatda birlamchi bo'g'indi roli yuqoriligini yana ta'kidlab o'tdilar. Albatta, hozirgi kunda hurmatli Prezidentimizda maxsus farmonlari bilan 15 ta tuman shaharlarda bizda pilot loyiha olib borilyapti. Bunda eng yaxshi jahon tajribasi asosida birlamchi bo'g'indagi mutaxassislarni malakasini oshirish, birlamchi bo'g'indi moddiy texnika bazasini mustahkamlash, birlamchi bo'g'indi to'g'ridan to'g'ri o'zini vazifasi, ya'ni aholi orasida profilaktik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli o'tkazish va shu bilan birgalikda ularning orasida davriy tibbiy ko'riklarni va onkologik kasalliklar, yuqumli kasalliklar va boshqa turli odam uchun xavfli bo'lgan yurak qon tomir endokrinar kasalliklarni asoratlarini oldini olish uchun erta skrining tadbirlarini olib borilish bo'yicha tanqidiy fikrlar bildirildi. Shu bilan birgalikda hurmatli Prezidentimizni huzurlarida butun dunyoda hozir juda ham ko'payib ketayotgan onkologik kasalliklarini oldini olish mavzusiga bag'ishlangan muhokama bo'ldi. Bunda albatta hurmatli Prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy markazini yangi binosini boshqaruv tizimini ratsional yo'lga qo'yish bo'yicha berilgan takliflar asosida hisobot berildi. Shu bilan birgalikda hurmatli Prezidentimizni yilning boshida Fransiya Respublikasiga amalga oshirgan tashriflari davomida Fransiya Respublikasi prezidenti Emmanuel Macron bilan kelishuvga asosan Yevropa qit'asida birinchi raqamli hisoblangan Gustav Roussy nomidagi onkologik markazni O'zbekistonda filialini tashkil qilish. Ya'ni endi bundan keyin turkiyalik mutaxassislar va fransiyalik mutaxassislar ishtirokida markaz to'liq boshqaruvga berilishi natijasida xodimlar to'liq Yevropa standarti bo'yicha malaka oshirishadi. Ikkinchidan, zamonaviy tibbiy asbob-uskunalarni samarali, ya'ni 24 soat ekspluatatsiya qilish, ishlatish va bundan aholining manfaatdorligini oshirish tamoyillari yo'lga qo'yiladi. Uchinchidan, Fransiyadagi Gustav Roussy xalqaro klinikasini mavjud hozirgi kunda ishlab turgan klinik protokol va standartlari Respublika onkologiya va radiologiya markazini amaliyotiga to'liq joriy qilinadi va shu bilan birgalikda diagnostika va turli yo'nalishdagi davolash jarayonlarini Yevropa standarti bo'yicha amalga oshirishni yo'lga qo'yamiz. Ikkinchi hisobot berilgan masala bolalarni ko'krak suti bilan oziqlantirishda mavjud bo'lgan bizdagi muammolar ko'tarildi. Va biz taklif qilgan loyiha bo'yicha biz bundan keyin ona suti bilan bolalarni, chaqaloqlarni, yosh go'daklarni oziqlantirishni keng jamoatchilik yordamida uni foydalari to'g'risida aholini keng qatlamiga yetkazish bo'yicha katta mass media tadbirlarni o'tkazish rejalashtirildi. Hozirgi kunda juda ham sun'iy bolalar oziqa mahsulotlarining reklamasi kuchayib ketganligi natijasida bolalarga turli tuman kelib chiqishi noma'lum bo'lgan tarkibi juda ham shubhali bo'lgan turli tuman kashalarni, turli tuman sut mahsulotlarini sun'iy ravishda berish yosh onalar o'rtasida keng olib borilyapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan birgalikda UNICEF tashkiloti yordamida 2030-yilgacha mana shu prezidentimiz tomonidan tasdiqlab berilgan chora-tadbirlar natijasida yosh chaqaloqlarni ona suti bilan oziqlanish darajasini 2030-yilgacha 70% ga oshirish rejasini oldimizga qo'yganmiz. Hozirgi kunda barcha respublika ixtisoslashgan tibbiy markazlarida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashkil etilgan maxsus guruh tomonidan ularning faoliyatini tahlil qilish ishlari o'tkazilyapti va tahlil natijalariga ko'ra 2026-yilda mazkur markazlar qanaqa faoliyat ko'rsatadi, aholiga tibbiy yordam xizmat ko'rsatishni tashkiliy jihatidan qanday o'zgarishlar kiritishadi. Bunda albatta zamonaviy menejment tizimini boshqaruv tizimiga joriy qilish ustuvor yo'nalish sifatida ko'riladi. Onkologiya va radiologiya ilmiy markazida hozirgi o'tkaziladigan tashqi boshqaruv tizimi samara berishi natijasida boshqa markazlarga ham xuddi shunaqa zamonaviy boshqaruv tizimini joriy qilamiz.
va shu bilan birgalikda hurmatli prezidentimiz tomonidan aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishda birinchi navbatda yana bir marta ta'kidlab o'tdilarki, birlamchi bo'g'indi rolini yana ham kuchaytirish. Bunda har bir tibbiy xodimi, bu shifokor yoki hamshira yoki kichik tibbiy xodim bo'ladimi, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshishi, korrupsiya elementlarini yo'qotish va shu bilan birgalikda zamonaviy boshqaruvni joriy qilish bo'yicha tibbiyot xodimlarini moddiy manfaatdorligini yana ham oshirish masalalari bo'yicha qat'iy topshiriqlar berildi.